Onajonimizning yana bir bora bugungi oyoqlari muborak bo'lsin. Har doim sog'lik, salomatlik hamrohingiz bo'lishligini Allohimdan tilab qolamiz. To'rtlarimizdan tepasiga ham farishtam onam deb yozib boringlar, chunki bizni onajonimiz farishtaga tengdir. Ular o'zgacha insonlar deb sizga chiroyli ta'rif berayotgan farzandlaringizdan xursandmisiz? Rahmat bolajonlarim, Qosimjon, Rivojiddin, Mahliyo, Dilshoda, Tanijoningiz sog' bo'lsin. Boringlarga shukr. Ikkita o'g'lim borligidan faxrlanaman. Ota-onamning Tanijonlari sog' bo'lsin. Umrlari uzoq, rizqlari baland bo'lsin. Opa-uka, singillar hammamiz mehr-oqibatli bo'laylik. Ilohim hammamiz jam bo'lib umra safarlariga borishlikni bosiladi ko'rmaydi, oyoq tayrasi ko'rmaydi. Allohim nasib qilsin. Oyoq tayri ko'rmaydi, yuraveradi bichara. Sog' bo'lsin. Oyoq tayri ko'rmaydi. Farzandlaringizdan yanada shunday qilishadi. Rohda rahmat, pullari ko'paysin. Menga birni berishsa Allohim ularga million, milliardlar bilan o'rnini to'ldirib qo'ysin. Tanijonlari sog' bo'lsin. Nima niyatda bo'lsa niyatlariga yetishsin. Rahmat sizga ham har doim sog' va omon bo'lishingizni Allohimdan tilab qolamiz. Sizni yana bir bora bugungi yo'lingiz bilan tabriklaymiz. Xush ko'rasiz endi. Barchangizni davramizga